Hammangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanalı va bugungi videolarımizda ajoyib bitta ilova orqali sarmoyasiz pul ishlash ko'rib albatta ko'rsatmoqchi bo'lgan ilovamning silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi va Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda yangi chiqqan o'yinlar, to'lovdagi botlar, to'lovdagi saytlardan pul chiqarsam men Telegram kanalimga cheklanib tashlab boraman. Ya'ni qaysi sayt, qaysi bot to'lovda ekanligini bemalol bilib olib, sizlar ham sarmoyali va sarmoyasiz bemalol pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Va Telegram kanalda ham konkurslar qilib bormoqdaman. Albatta Telegram kanalda ham konkurslarda qatnashib sarmoyasiz pul yutuqlarni yutib olishim mumkin bo'ladi. Albatta Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Yaqinda biz mana bu yerda ko'rsangiz 394 ta obunachiga erishdik. 400 ta obunachi bo'lsak, men Telegram kanalimga 100 rublik konkurs qilib beraman deganman. 400 ta bo'lishimiz bilanoq men Telegram kanalimga 100 rublik konkurs tashab beraman. Bemalol shuning uchun o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta Telegram kanalining silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi. Endi do'stlar, bizning har bitta videoligimizda o'tganimiz kelayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu ko'rib turgan videolarga bitta like bosgan bo'lishlari kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak va kommentariya yozishlari kerak. Endi bu yerdan biz videomizni xohlasin nusxalab olib, randomli saytga o'tib olaman. Va mana do'stlar, men randomli saytga ham o'tib oldik. Endi bu yerga biz videomizni havolasini qo'yib olamiz va bu yerdan fetch tugmasini bosib continue'ni bossak, Joshon 18 ta odamlar kommentariya kelgan ekan. Endi bu yerdan pika winner'ni bossak, mana shu obunachimiz g'olib bo'ldilar. Agarda shu obunachimiz ushbu videolarni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqing va pullaringizni 100% olishingiz mumkin bo'ladi. Mening Telegram lichkamni Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir o'sha ilovaga o'tib olaman va ilova haqida keyinroq tushuncha beraman. Va mana do'stlar, men ilovaga ham o'tib oldik. Albatta bu ilovamizning nomi mCrypto deb nomlanadi. Endi buni avval ham men video qilib chiqarganman. Endi u payti juda oldin edi. Shuning uchun endi yana qaytadan chiqaryapman. Bir ikkita obunachimiz ham so'rashgandi. Endi bu yerdan kirishlar ham shunda o'ynashadi. Ya'ni ro'yxatga o'tish uchun bu yerda mana Google ustiga bosasizlar, bu yerdan sizlarga emaillar kelib chiqadi. Bu yerdan masalan o'zingizlarga bitta email tanlab olasizlar. Masalan, o'zim email tanlab olaman. Meni hisob yaratib qo'yganman bu ilovada. Ko'rish mumkin, albatta kirishlar ham shunda o'ynashadi. Bu yerda ko'rish mumkin, har xil o'zining bo'limlari bor. Pastana 4 ta bo'lim bor atiga. Bu ilovada ishlash unchalik umuman qiyin emas. Bu yerda mana Scratch IT, ya'ni bu yerda mana bu birinchisini mana bu kartasida bossanglar, sizlarga bitta nima ochish, ya'ni Scratch ochasizlar. Ekranni har bir yoqqa chizib yuborsanglar, sizlarga qanchadir coin chiqib keladi. Keyin invite bo'lim bor. Invite bo'lim orqali bu yerdan referensiya silkalarni kopirovat qilib olib do'stlarga tarqatsanglar, ular kirib ro'yxatga o'tsa va aktiv bo'lib ishlay boshlasa 1000 ta coin va ularning ishlaganda 10% bizga ham doxod kelib turadi. Keyin redeem bo'lim orqali sizlar bu yerda mana pullarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. To'g'risi do'stlar, men bundan pul chiqarib ko'rganman. Bu yerda mana istoriyasiga kirib ko'rsatib beraman. Bu yerda lekin boshqa odamning emailini yozib yuborganman va o'shanga to'lab berib yuborilgan $1 pul chiqarganman. Juda oldin, ko'rish mumkin, adashmasam 23 fevral kuni chiqarganman va o'sha kundayoq paid bo'lgan. Elektronlik hashlokimni xato yozib yuborganman va adashmasam to'lab berilgan yoki pullar yuborilmaganda mening hisobimga qaytib coinlar qo'shib berilmagan. Maslahatim, tekshiringlar, email orqali pul chiqariladi, ya'ni buni hozir oxirida ko'rsatib beraman qanday pul chiqarishni. Endi hozir ma'lumot berib o'tdim. Shunchaki home bo'limida bu yerda masalan bu yerda mana top surveys va top offers bo'lim bor. Bu yerda ko'rish mumkin, top offers bo'lim orqali mana shu ilovaning o'zidan yuklab olishlar mumkin bo'ladi. Ko'rish mumkin 24,000 coin, 168 coin, 168 coin, yana 168. Mana shularda masalan ustiga bossanglar, sizlar 30 daqiqa adashmasam mana shu ilovada onlayn bo'lib turasizlar va 168 coin sizlarning mana bu yerdagi asosiy mana ko'rish mumkin 8977 ta coin bo'lib turibdi. O'sha o'zgaradi, ya'ni qo'shiladi, 9000 qanchadir bo'ladi. Endi sizlarda 0 bo'lib turadi bu. Keyin mana shunday o'yinlarni o'ynab ishlaysizlar ko'proq qilib. Yoki bu yerdan top offers bossasizlar, bu yerda mana Apple Task va Surveys Offers bor. Apple Task bo'lim orqali ko'rish mumkin, bu yerda har xil mana shu ilovaning hamkorlari bor. Masalan, bu yerda mana birinchisi bu Fiverr Task bo'limi bor. Ustiga bossanglar, bu yerda har xil ilovalar kelib chiqadi, ya'ni vazifalar kelib chiqadi.
hozir ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz uchun bu yerda har xil coinlik o'yinlar bor. Ko'rishingiz uchun juda katta summalarda coin beriladi. Vazifalarni bajarish ham lekin oson emas. 1-2 oy ketib qoladi bu vazifalarni bajarish uchun. Ko'rishingiz shu coinlarni hammasini olish uchun 1-2 oy ketib qoladi. Xolasida ishlanglar bunda yoki bu yerda mana har xil o'yinlar bor. Masalan, ikkinchisi bu public scale task bor. Ya'ni hozir bu ishlamayapti menga negadir. Keyin uchinchisi bu yerda yana ko'rishingiz mumkin bu yerda ham katta summalarda ya'ni coinlar berilyapti. 2 million coin, 91 ming coin, 14.1 coin, 1.7 million, 1.8 million katta summalarda coinlar berilyapti. Bu yerda ham keyin bu yerda yana ayat tasks bor. Bu ham yaxshi beradi. Ko'rishingiz mumkin bu yerda ham har xil ilovalar bor. Xohlagan bitta o'zingizga ma'qul bo'lgan o'yinlarni tekshirib olasizlar va o'shalardan bittasini yuklab olib o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Bu hozir negadir ochmadi. Masalan, bu yana Surveys Offers falan bor. Bu yerda ko'rishingiz uchun Buy Surveys bor, Pull Fish Surveys bor va oxirgisi ham Surveys bor. Yana bu yerda ham ustiga bossak tanishtirib chiqaman hozir bu yerlarni ham. Negadir ochilmayapti bu. Oxirgisi ochildi hozir menda. Unda ham VPN kerak ekan. Ya'ni VPN yoqib kirishdan maslahat beraman. Hozir men VPN yoqib o'tirmayman. Shunchaki sizlar qanaqadir VPN ni tanlaysizlar, boshqa davlatni tanlab kirsanglar, sizlarga ochib beradi har xil o'yinlarni boshqalarni. Masalan, appatasida bosib, bu yerdan masalan ikkinchisini tanlasak, bu yerdan o'zingizga ma'qul bo'lgan bittasini tanlaysizlar. Hozir bu ishlamayotgan ekan. Bitta o'yinni tanlaysizlar, xullas ma'qul bo'lgan o'zingizga o'sha o'yinni tanlab o'ynaysizlar. Yoki mana bu yerdagi top offersga o'tib, o'zingizlar mana bu 24 ming coinlikni ham o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Adashmasam, bu yerda ko'rishingiz 20 kun ichida shu vazifani bajarishlar kerak bo'lar ekan va 24 mingta coin olishlar mumkin bo'lar ekan. Shunday qilib bu ilovada pul ishlab borishlar mumkin bo'ladi. Aytib o'tgandek, sarmoyasiz pul ishlashlar mumkin bo'ladi. Harakat qilsanglar, albatta o'zlaring harakatinglar bog'liq yaxshi pul ishlashlar mumkin bo'ladi. Do'stlar, keyin Free Money Coins degan bitta ilovani men reklama qilib chiqargan edim. Reklama emas, o'zi video qilib. U ilova men video qildim ham, lekin ilova yuklab olib o'yinlarni o'ynadim. Menga hech qanday coinlarni bermadi, ya'ni bajargan vazifalarni coinlarni ham bermadi. Bu mCrypto nimasi emas, Free Money Coins degan ilova hech qanday to'lab berilmaydi. Hozir to'lovda emas ekan. Umuman ishlamanglar. Maslahatim mana shu mCryptoda ishlanglar. Bu mCrypto to'lab beryapti, faqat noto'g'ri tushunib, bu mCrypto to'lab bermas ekan deb o'tirmanglar. Free Money Coins degan ilovani aytyapman. Endi do'stlar, bu ilovadan qanday qilib pulni chiqaramiz desalar, bu yerdan redeemni bosasizlar va bu yerda ko'rishingiz mumkin 5 xil yo'nalish bor. USDT, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, ya'ni BNB va bu yerda XRP bor. Ko'rishingiz uchun masalan USDT ni bossanglar, hammasidan minimal 0.30 sentdan boshlanadi. Hammasida Ethereumda ham, keyin Binance Coin'da ham, keyin Ripple'da ham ko'rishingiz uchun 0.30 sentdan boshlanib pul yig'ishlar mumkin bo'ladi. Masalan, USDT ni tanlaysizlar va bu yerdan qaysisi sizlarga ma'qul bo'lsa, masalan 0.30 sent bo'lsa 0.30 sent yechasizlar, 1 dollar bo'lsa masalan 9700 ta coin bu 1 dollar bo'lar ekan. 2900 ta coin esa bu 0.30 sent bo'lar ekan. 48,5 mingta coin to'plasanglar 5 dollar bo'lar ekan. 97 mingta coin to'plasanglar 10 dollar bo'lar ekan. Masalan, bu yerda mana bu 0.3 ta ustiga bosasizlar, bu yerga Binance emaillarni yozasizlar. Binance'lar qaysi emailga ochilgan bo'lsa, o'sha emailni yozasizlar. Bu yerdan submit request bosib, sizlar pul yechib olishinglar mumkin bo'ladi. Albatta, bunda ham pul yechib ko'rsataman, lekin hozir menda kam, bu 0.30 sent chiqarib ko'rsatib bera olmayman. Boshqa summa chiqarib ko'rsatib beraman sizlarga. Albatta, shu ilovada bemalol shunday qilib pul ishlab borishlar mumkin bo'ladi. Sarmoyasiz pul ishlaysa o'yin o'ynab. Albatta, ilovaning silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi, aytib o'tgandek.
Do'stlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.